Yetim muhabbet 1. qism. Bahar fasli oxirlashib, hech qanday bir odamning nazariga ilinmaydigan, hatto o'tkir tilla yoki kuchli qalamlar tarafidan taraflanmaydigan kishilarmi xuddi hech bo'lmagandekla his qilmayla o'tkazib yetadigan kuz fasli yetib keldi. Ba'zida men kuz oylarini o'zimga o'xshataman. Hammaga mo'l usul apkilish bilan birga pokliq deb tariflanadigan go'zal qishning elchisi bo'lgan bu fasl menga to'liq yiqishliq bilinadi. Ba'zida men bu faslni hayotga o'xshatdim. Sarg'aygan yupurmoq hamma tarafdan dastlab o'tilganda men xuddi bu yupurmoqlarda xatolik bo'lmasmi, dasilish ularning peshonasiga putilgandek his qilaman. Shu kuni men birdam ko'cha aylanib, kallamni orom oldirish uchun sirtga chiqdim. Biroq nimishqikin ko'nglimning bir yerlari vayrona. Nega berishni, nimish qilishni bilmagan holda oldimga qarab ketyapman. Ba'zida o'zimga o'zim to'liq hayron qolaman. Uzundan uzunlarga yo'l menishni, tegiyo xayollarni surishni yoki mo'ngluq bir naqsha anglashni to'liq yaxshi ko'raman. Ham shu orqali kayfiyatimni tanishayman. Lekin bugun nimish bo'lganligini o'zimni bilmayman. Hech bir xayol va nishonsiz ketyapman. Birdilla xayolimga kichik vaqtimdagi ishlar kirib oldi. Men dadamning zo'rlashi bilan kichik vaqtimda Amerikaga o'qishga borgan. Necha yillik o'qishimni tugatib, iqtisod kasbini o'ngishli tamomlagandan keyin qaytib kelib, dadamning savdo ishlariga yordamlashyapman. Biroq mening asli qiziqishim rassomlik. Qo'shimcha pianino chalaman. Ammo bu yerda mening yaqin o'tadigan do'stlarim yo'q deyarli. Faqatla yo'q desammi bo'ladi. Shunlashqimikin bu joy menga bakla zerikishlik bilinadi. O'zimni bir xil jimjitlikni yaxshi ko'radigan, ko'p odam bilan aloqa qilishni xohlamaydigan, yolg'iz o'ltirib ko'nglimdagini faqat rasm orqali ifodalaydigan bo'g'achqa boshqalar menga osonlikcha yaqin kelmaydi. Birdilla xayolimni yig'ib, o'zimning shuncha uzun yo'l menib tuzukrak xayoldan birnimi surmaganligim. Ham nega berishni faqatla bilmaganim uchun uyga qaytmoqchi bo'ldim. Qaytish yo'limda men ommaviy ko'cha avtobusda qaytmoqchi bo'ldim. Ammo qarshi tarafdagi bekatda texi qoshlariga rang tegmagan. Chiroyli qarchashlari bilidan ochilgan. Ko'zlari xumoliq, bakmi chiroyli bir qiz menga qarab tikilib turibdi. Men azaldan birasining tikilib qarishiga batashlik bermayman. Shunlashqa u qizni tezla sezib olgan edim. Men avtobusga chiqish o'yimdan voz kechib, tez qadamda minib, udulimdagi u qiz tarafga bordim. "Yaxshimsiz, xon qiz? Meni tunimsiz?" Udulli uningdan shunday so'radim. Chunki men uning kichik vaqtlarimdagi bir do'stim bo'lib qolishni bekli umid qilardim. U texicha qaytib menga qarab turardi. Men sal o'ng'aysizlandim. Ham qaytirib so'radim. Hey, yaxshimsiz? Men bir tunishingizga o'xsham ekanman. Yoki biz ilgari tunishamdik, ajab qarab ketdingizmi? Ha. Yaxshimsiz? Meni bir do'stimga bekla o'xshaydi ekansiz. Shuni men kechiring, asad bo'pti. Hey, to'xtang, ketmay turing. Hey, keyinda siz chiqadigan avtobus keladi. To'xtang. Men u qizga qarab, shunday qorqirgancha qarab qoldim. U tez minib ketib qoldi. Qilayotgan bu ishlarimga, yuz bergan bu ishlarga o'zimning kulgimni ketdi. Men nima deb xalqni o'ng'aysizlantirib yiniga kelib, uningdan kimga qaradingiz? Menga deb so'rab yurgandiman deb o'yladim ichimda. Shunday qilib, men vaqtimning bekli o'tib ketganligini his qilib, taksi to'sib uyga qaytib kelsam,
Dadam meni saqlab o'ltiribdi. Opammo menga deydigan bir xush xabar bordek qarab turadi. Men o'tulli ularning yeniga kelib o'ltirdim. Balam, sana bekli mas keladigan bir qiz chiqdi. Ko'rishib baqamsan. Sen hozir kichik bola emas. Şunlaşqı dadam işkimiz məsləhətləşdik. Sen çıqandaq oğlum. Yani gelip o okumuşluq ailenin kızı. Sana mı bekli mas keledi? Yaşam mı çoğun bop qaldı? Men apamның bu gepiga qarışlıq bildirmedim. Hem qarışlıq bildirishga beshim onma mening. Çünki men dadam apam xush bo'ldiganli ish bo'lsa, nima ish bo'lsa qilishga rozi edi. Albatta, buningmi o'z oldiga sababi bor edi. Men tug'ilganda mening bir akam bor bo'lib, biz ikkimiz bekmi inoq o'tdik. Akammo menga bekli ko'ynatdi. Menmi akam bo'g'achqila mahalladagi bolalarga oqsoqlik qilalaydim. Akamning mijozi eg'ir edi. Men bo'lsam bekli sho'x edim. Uyimizning oldida bir ko'l bor bo'lib, o ko'lda biz doim biliq tutib, suv uzib o'ynaydik. Suv uzganda kim yiroqqa uzalsa, biliq tutganda kim anjiq tutolsa, biz hammamiz shuning gapini anglaydik. Akam bir haqiqatmi o'tirib baxmagan edi. Bir kuni biz yana biliq tutib o'ynash uchun shu ko'lga chiqdik. Biroq men qarmoqni tashlab qo'yib, suvga kirib qo'limni tutmoqchi bo'ldim. Bundoq bo'lganda texmi qisqarliq bo'ladi. Mushundaq o'ynasam, texmi ko'ngillikdek his qilardim. Lekin birozdan keyin putimni birsi ichiga so'rab ketayotgandek tuyg'uda bo'lib qoldim. Qancha qilsam midirlayolmadim. Men qancha kuchigan seri biri meni ichiga tortib ketayotgandek shuncha eg'irlashib ketgan edim. Bara nafas olishimni qiyinlashib ketdi. Bu vaqtda akam meni qutqizish uchun suvga sakrdi. U putumdagi laylani suvga sho'ng'ib turib, qo'lab meni chiqarmoqchi bo'ldi. U xeyli uzun tirkishib, meni men betib qolgan joydan qutqizdi. Mening put-qo'limda faqatla jon qolmagan edi. Akam suvning ichiga kirib ketgancha meni qutqazdi. Biroq o'zi qaytib chiqmadi. Men yig'lashqa, dadam apamni chaqirishga boshladim. Xeyli vaqtdan keyin dadamlar kelib bizni qutuldirdi. Ammo qutulib chiqqani faqat menla edi. Akam suvning ostida uzun turib nafas olmag'achqa, bizmi bilmaydigan yoshirin xarakterlik yurak kesili qo'zg'alib qolib, jon uzib bo'pti. Dadam apamlar shuningdan boshlab meni shumliqning bishorati deb qarashatdi. Akamning o'limining sababchisi bo'lganim uchun menga tuzuklik chiroyni ochmaydi. Ya'ni kelib, kichikli vaqtimda meni chet elga o'qishga mangdirib etgan. Men shuningdan boshlab o'zimni to'la ayblaydim. Akam doim tushlarimga kiradi. Uni seg'inatdim. İçimde özümni ayblaydim. Men ana shu vaqtdan boshlab jimg'ir bo'lib qolgan edim. Ammo men dadam apamlarni umidsizlantirsam faqatla bo'lmaydi. Chunki men ularning yolg'iz o'g'li bo'lib qolmay, yana akamning ularga yetkazadigan mehribonligini qo'shib yetkazishim kerak edi. Shunlashqa men ularning digini bo'yicha o qiz bilan ko'rishishga ma'qul bo'ldim. Akam bo'lgan bo'lsa-mu, bu vaqtgacha to'y qilib, dadam apamning nevirlik bo'lish orzuyini amalga oshirgan bo'ladi. Dadam apammo bu qarorimdan bekla xush bo'lishdi. Endi men hafta oxirini saqlamoqda edim. Ammo qalbimning bir joylari meni bekla bearab qiladi. Chunki men hozirgacha meni tushunadigan, meni qo'llaydigan, menga ishonadigan, eng muhimi o'zim yaxshi ko'rgan biri bilan to'y qilishni bekla orzu qilardim. Lekin
bu qizni yaxshi ko'rib qolaman deb ichimda o'zimga shundoq tasalli berdim. Men o'qishga berishning oldida bu mahallaning lo'kchiga atildigan necha 10 qizning orqasidan ergashtirib yuradigan bir qiz bor edi. Uning o'ziga mijozi faqatla o'xshamaydigan, ammo chiroyi o'ziga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan bir singlisi bor edi. Ular qo'shkezak bo'lsa-mu, ikkisining mijozida olamshumul farq bor edi. Men uning singlisiga bekla amroq edim. Biroq u ochisiga bekla amroq edi. Mening akam uning ochisidan qilishmaydi. Biroq biz ikkimiz ayrim o'ynashni yaxshi ko'rardik. Keyin biz maktabga kirganda ikkimiz bir partada o'tirardik. U bekla muloyim, bekla omoq edi. Men uningga bekla amroq edim. Eng oxirida men ketish oldida ayri durumda u ma'zimga suyib qo'yib turib, yig'lab xo'shlashgan edi. Men ketgandan keyin u menga izchil xat yozib turdi. Men uningga qaytirib turardim. Texi u menga bir sharpa to'qib, uning ustiga "Seg'inish" degan xatni yozib qo'yibdi ekan. Biroq nima ish qilgan, o'qishim tugageli 1 yil qolganda uningdan faqatla xat kelmadi. Yozgan necha 10 parcha xatim javobsiz qolgachqa, menmo keyin xat yozmas bo'lib qolgan edim. Ikkimizning bir maxfiy belgimiz bor edi. U biz o'ynab cho'ng bo'lgan mahalladagi cho'ng bir daraxt. Men qaytib kelib, o joylarga ko'p borgan bo'lsam-mu, uningdan derak bo'lmadi. Asli biz qo'shni edik. Biroq keyin dadamlar bu hashamat dojisini setib olib ko'chib ketdi. O joyma chiqib o'zgartishda biroqla o'zgarib ketibdi. Shuning bilan men kichik vaqtlarimdagi tatliq hislarimni unutib, yangi turmushimni boshlashni o'ylab, uni izlashdan voz kechdim. Men pianinoga shu sababli qiziqqan edim. Uning bir muzik sifatida bekli mo'ngluq. Keyin u bu ijodiyatini menga o'rgatib qo'ygan. Shunglashqa men faqat mushu birla muzikani eng yaxshi chala olaydim. Ba'zida o'zimga bolalikdagi u ishlarning faqat qiziqish ekanligini askarsam-mu, biroq nima ish qilgan, ikkimizning necha yuz parcha seg'inish xatlarimiz buningga xotima berib turadi. Ammo men hozir boshqa biri bilan to'y qilib, yangi hayotimni boshlasam, hamma ishlar yaxshi bo'lib ketar deb o'ylaydim. Men kelishni uncha xolamaydigan bu haftaning oxiri yetib kelib, apam meni bir qo'lliq yasandirib yo'lga soldi. Men mashinamni haydab, uni og'ilmaldim. Biroq u rad qilib o'zining kildiganligini aytdi. Men yiroqroq joydagi g'aribcha tomoqxonada uni saqlab o'ltirdim. Eshikdan bir qiz kirib, men tarafga qarab kelyotdi. Bu qizga qancha qarsam, shuncha tonish ko'rinadi. Uning mijozi bekla sho'x bo'lib, mening jimg'ir mijozimni besib tushib, kulki chaqchaq bilan o'ltirdik. Biroq men bu qizni zoti nada ko'rgan bo'g'aydim. Shuncha aslasam-mu yodimga ololmadim. Hay, qaysi kuni meni bir do'stingizga o'xshatib qolganingiz yodingizdami? Yo'q, men nada sizni do'stimga o'xshatdim. Gap qilmay o'ltirgan bilan chaqchaqqa ustikinsiz zulfiqar. Undaqda men xato tunib qolgan o'xshayman. Kechiring. Yo'q, buncha tuzib qilishib nima kepti? Hamon bir oila odamlar bo'ladigan tursak, shu emasmi? O'g'o shu, lekin men demoqchi bo'lgan gapimning oxirini yutib etdim. Day deb o'ylagan bo'lsam-mu, biroq bu qizga xato tushuncha berib qo'ymay deb o'yladim. Uning mijozi qancha sho'x bo'lgan sari menga bir xil chakni ta'sir beryotdi. Men sukutda o'ltirib anglayotdim. Menga mushundoq qilmay nima amal? So'zlash fursati menga kelmagan tursa. Men bir xil kulib qo'yib o'ltirdim. Biroq bu qiz menga nurg'un gaplarni deb berdi. Men shuncha kulishga tirishgan bo'lsam-mu,
bu qizning gaplarining qiziq yerini faqatla bilamedim. Rost gap qilsam, u qattiq kulgi aralash degan gaplarning birini tushungan edim. Rasulqar, Amerikada o'qigandagi ishlaringizni so'zlab bering, ha? Necha loyiqingiz bor edi? Bu mening hozirgacha bir loyiqim yo'q. Voy, bu gapingizga kim ishonadi? Bo'ldi, ertagingiz kelganda o'zingiz deb berasiz. Aras, men suxanaga chiqib kiray. O'tirib turing, ha? U shundoq deb chiqib ketdi. Bu restoranning muhiti yaxshi bo'lib qolmay, yana texi mo'ngluq pianinoni naq maydonda chilib beradi. Har xil mo'ngluq muzikalar bor edi. Ishqilib, men yaxshi ko'rgan muhit edi. U chiqib ketib, uzun o'tmay bu restoranning qaysidir bir yerdan heliqi faqat ikkimizli bildigan muzika anglanishga boshladi. Men bir umidni his qilgandek, muzika chiqqan tarafga qarab yugurdim. Yetim muhabbat nomli ko'p qismli ovozli asrimizning birinchi qismini anglatdik. Yetim muhabbat ikkinchi qism. Ba'zida biz o'zimizning naqadar ojizligimizni tan olmay turolmaymiz. O'g'il otilish, atilish bilan tang, garchi dilga patmas, tilga chiqmas azoblarimiz bo'lsa-mu, biroq ko'z yosh qilolmaymiz. Birasiga tasalliga, kuyinishga muhtojligimizni mo deyolmaymiz. Hatto so'yganlarimizni e'tirof qilishni o'ylasaqmi, biroq nurg'ilgan mas'uliyatimiz, tanlash yo'limizning yo'qligi yoki vijdonimiz sababli bu xil tanlashimizdan mahrum qolamiz. Biz dunyoning go'zalligini faqat boshqalarga baxt his qildirish orqali his qilamiz. Shundoq, hayotda ba'zida bizning anglaganlarimizla emas, hatto o'z ko'zimiz bilan ko'rganlarimiz yolg'on bo'lib chiqadi. Men bu tomorxonaning pianino qo'yilgan uyning oldiga kelganimda, uning ichidan Filora chiqib keldi. Ko'zlarimga ishonmay qoldim. Men endi bu qizni qaytadan tunigandek bo'ldim. Mening qalbimga oromchilik bermayotgan. Kichkinimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Talay kechalarni birlikda seg'inishda o'tkazgan qizning mush qiz ekanligiga ishondim. Chunki bu muzika uning ijodiyati bo'lib, faqat ikkimizli bilatdik. Ya'ni kelib, bu joyda ikkimizdan boshqa odam yo'q. Uningdan boshqa yana bu qizning gap qilishi, hayajonlanib gap qilganda to'xtamay kulishi bu o'yimning to'g'riligini isbotlab turadi. Shu topda uni bag'rimga ching besib turib, bu ikkimizning taqdiri oxiri biz yana jam bo'ldik deydi o'ylagan bo'lsam-mu, o'zimni qattiq tutib olgan edim. Ammo ichimdagi hayajonli hislarimni o'zimni biladim. Filora, siz qandoqsiga bu nimalarni davatsiz? Bu muzikani sizmi bilamsiz? Ha, bilaman. Bo'ldi, biz endi yaxshi mo'dishayli. Sizni oxir topdim. Sizni bir yerga opray, bilib berishni xohlamsiz? Voy, xohlashni xohlayman. Biroq topdim deganingiz, biz moslashadiganmiz deganingizmi? Sizmi xiyli gap qiladigansiz, bo'lmasa? Meni bekla hayron qoldirdingiz jumi. Bo'ladi, qandoq yaxshi joy ekan, qani yuring amsa. Men endi hayotimda yangi bir burilish bo'lgandek, emdiki baxtli bo'lishni o'ti meningdek his qildim. Xuddi turmushim mushining bilan o'zgarib qoldigandek o'ylayotdim. Yo'qtib qo'yg'ili uzun yil bo'lgan birini qayta topib olgandek xushal edim. Hayot. Mening hayotim endi mushining bilan qaytadan ma'no topadi.
Men qaytadan dardimga darddosh uzun yillik sirdishimni tepib, umidga to'lgan edim. Biz Filora bilan ikkimiz bola vaqtimizda doim berib oldigan chatrak joydagi bir qahvaxonaga keldik. Bu qahvaxonada ikkimizning nurg'un aslimlarimiz bor edi. Yana kelib, bu joyning qahvasining purqini boshqa har qanday qahvadan his qilg'ili bo'lmaydi. Endi men biroqli gapdan bo'lib ketdim. O'zimni his qilayotgan bo'lsam-mu, ammo hayajonimni yo'sharamagan edim. Filora menga qarab, hayron qolgandek qarab o'tirardi. Biroq u xuddi menga bu joy o'zi bilan notunishdek. Hech qachon kelib boqmagandek ta'sir beryotdi. Men o'z ko'nglimda uni bolalikdagi ishlarni unutib ketgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Shundoq tursak, yenimizdan o'tib ketayotgan bir qiz uningga suqilib qahvani Filoraning kiyimlariga to'kib etdi. Hey! Ko'zing yo'qmi sening? Nima kiyimlarimga to'kib yuraysan? Sening 2 oylik maoshingdimi? Meni bu kiyimni to'lab bo'lamaysan, bildingmi? Voy sulpqar! Siz meni bağıb joy topolmagandek, mushundaq yerga keldingizmi? Qistilib orali o'tadiq bu yerda. Bo'ldi ketaylik. Men sal o'ng'aysizlandim. Biroq uning bilan ko'rishmaganimizga shuncha uzun vaqt bo'lgan tursa, uning mijozi o'zgarib ketgan o'xshaydi deb o'yladim ichimda. Shundoq qilib, uning bilan kino ko'rib degandek ko'ngilli uchrashishimizni oxirlashtirib uyga qaytib keldim. Dadam apamla mening javobimni o'ziga uncha muhim deb qaramaydi. Chunki bu ishni ular bekitib bo'lishgan tursa, shunga men bu keplarga taq uyimga chiqdim. Ikkimiz yozishgan shu xatlarni elib, qaytadan o'qishga boshladim. To'g'ri, uning menga yozgan har bir parcha xatida muloyimlik, mehribonlik chiqib turardi. Men uning go'zalligiga emas, yana uning ish qilgandagi astoydilligi, yana texi uning ko'yimchan mehribonligiga oshiq edim. Kichik vaqtimizda men o'ynab cho'ng bo'lgan bu qizning ismi Zuhra bo'lib, ochisining ismi Lola edi. Biroq Zuhraning oq ko'ngilligida hamma odam uningga birdamda amroq bo'lib qoladi. Biroq Filora qandoq bo'lib bu musiqani bildigandi? Men qandoqsiga uni Zuhra deb o'ylab qolaman. Mayli u kimli bo'lmasin, ismi nimali bo'lmasin, endi men uning bilan to'y qilaman. Aslimlarning hammasi aslima, u degan o'tmish. Balkim mening qalbimda xiyoliy tuyg'u paydo bo'lgandi. Hatto nurg'un ishlarning tagiga yetish mumkin emasdi. Balkim muhabbat shunday bo'lishi mumkin. Muhabbat o'tida o'rtanayotgan har bir yurak balkim aqlning emas, ko'ngilning keyindan menishi mumkin. Nurg'un ishlarga bizning faqat amalimiz yo'q. Shunlashqa taqdirga ortib qo'yish orqali o'zimizning ko'nglimizga tasalli topamiz xolos. Dadam apam yuz obro'yi uchun bo'lsa-mu, mening bu to'yimni katta hasham bilan o'tkazish uchun tayyorlikqa tutish qilgan edi. Ammo o'zimni shunchalik baxtliqdek o'ylasam-mu, ko'nglimning bir yerlari vayrona. Nimani xato qilganimni o'ylasam-mu, faqatla o'ylab yetamagan edim. Men bugun Filora bilan to'yliq suratga tushmoqchi bo'lib kelishib, avval birga tamoq yeb, ondan suratxonaga bordigan bo'ldik. Men deyishganimiz bo'yicha Filora deb bergan adresga qarab mondim. Yo'lda ketayotguncha ko'nglimda uningga yaxshiroq ta'sir qoldirib, uningdan keyin uni yaxshiroq tushunib, ikkalamiz tushunish hosil qilib baqsaq, balkim men ko'proq kuch chiqarsam, uningdan keyin bu qizni yaxshi ko'rib qilishim mumkin deb o'yladim. Xayollarimda go'zal bir muhabbat dastonini o'qimoqda. Ko'nglim davatqinni yodlamoqda edi. Men shundoq bema'ni xayollar bilan bu tamoqxonaning oldiga keldim. Ham Udulla Filora zakaz qilib qo'ygan adresga kirib saqlab turmoqchi bo'ldim. Men kirsam, Filora mendan burun kelib bo'lgan ekan. Hay, boyvachcha, men bu yerda. Endi keldingizmi? Kechikib qoldingiz. Qizlarni saqlatish yaxshi ish emas. Biroq bu qatim sizni kechirib etdim. Qani kelib bu yerda o'ldiring. Kechiring. Yo'llar bekli tutsuq.
Şoňa men bolmasa men xeyli burula ýolga çykkandım. Her az nim tamaq yeymiz. Bo'ldi, çaqçaq qilib qo'ydim, hech qisi yo'q. Menma endi keldim. Qarаңa chiroyingizning bo'p ketganini. Men bir ikki xil qo'rma buyurtib boldim. Sizni qarab beqib xalqingizni buyursangiz bo'ladi. Ha, shundaqmi? Amsa shuni yeyli. Biroq men muzdek ichimlik ichaman. Sizchi? Yurakda o't bor deyli. Bo'ladi, menma ichay. Haras, sizga deydigan muhim bir gapim bor edi. Bekli gapdan jumosiz. Bo'ladi, qinidan. Dadam apamlar bu to'yga bekli oldirishyapti. Sizlarning uydagilarmi bekli oldiryapti. Biroq men uydagilarga dey desam, cho'nglar sizlarning uydagilarning ig'isiga qaraydigandek qiladi. Shunga siz uyingizdagilarga tushuntirgach tursangiz, mening to'y qilishdan burun qilsam bo'lmaydigan azroq ishlarim bor. Yana kelib bundaqli to'y qilishni xohlamayman. İkimiz bir-birimizni tushungandan keyin bir necha oy muhabbatlashib, andan qisaq qandaq deysiz. To'yning ishi degan umrlik ish. Shunga sizning fikringizni olay deyman, ha? Siz nimishqa tuyuqsiz bunda qo'ylab qoldingiz? Dadam apamlar bu to'yning vaqtini bekitib bo'lgan tursa, endi bo'lganda bundaq desak, ular tushunamdi. Men g'o saqlayman. Biroq Hey, biroq deb o'tamay, demamsiz deyman. Men sizga o'gitib qo'yay, ha? Men degandekdan. Ular cho'qqin qo'shiladi. Anlab turing, ha? Dada opa, hozir mening to'y qilish o'yim yo'q edi. Bu ishlar bekla tuyuqsiz bo'lganning ustiga bekla oldirab qoldik. Shunlashqa men Flora bilan bir mezgil muhabbatlashib, bir-birimizni tushungandan keyin ondan bu to'yni qilsak qandoq? Hey, yodil qoldingizmi? Mushundaqdan, ma'qulmi? Lekin Flora, biz bog'aqnim tirqitib bo'lgan tursak, yana kelib dadam apamlar do'stirig'imi deb bo'ldi. Bundaq qilsak, toza yaxshi bo'lmay qolarmi? Yaxshi bo'lmaydigan nemisi bor? Ish qilib bu ishchu, mushundaq bo'lsin. Men ortiq gap qilmadim. Chunki biz kichkinimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Men xiyollarimda muhabbatlashib, seg'inishgan qizga bekla o'xshasimi, biroq ko'nglimning bir yerlarida bunday xil to'y qilg'im yo'q edi. Mening ko'z oldimda o'tirgan bu qizni bekarak tushunib boqqan. Uning bilan o'rtoqlik hosil qilib, ondan to'y qilib, baxtning payzini surgun bor edi. Ota-onamdan qaqshab, meni bir muncha ayiblashi turg'anli gap edi. Qanday qilish kerak? Butun tayyorlik bitib bo'lgan tursa, biz bu ishni uning degani bo'yicha qildigan bo'lib, Flora bilan xo'shlashib, ishga chiqdim. Biroq uyga buncha baldur berib, uydagilarning kayfiyatini bundoq baldur buzg'im kelmadi. Shuning bilan men plansiz aylanib yurdim. Dal shu vaqtda notunish, bo'ybasti menchilik bir bola yonimga keldi-da, "Voy, Zulfiqar, qara seni, cho'p-cho'ng yigit bo'lib ketibsan. Meni tundingmi? Men-g'o seni bir qarab tunib oldim. Biroq sen faqatla o'zgarmabsan. Nega mang'atding?" Men bu yigitning kim ekanligini bilmasam-mu, biroq ilgari yaqin o'tgan bir ekanligini jazmlashtirib bo'lgan edim. "Ha, yaxshi adosh o'zingchi. Men seni toza esga olmadim. Sen men Farruh, sizlarning uyning qarshi tarafidagi yiliqi yig'lango Farruh, shu. Endi asli oldingmi?" Mening endi esimga keldi. Biz kichik vaqtimizda bekla yaqin do'stlardan edik. Umuman o'xshash rayish, yuvosh, yaxshi bola edi. Boshqalar doim uni bo'zaq qiladi. Menla uning bilan yaxshi o'tdim. "Ha, odash, esimga kelding. Qanaqroq ishlaring yaxshi ketib boramdi? Sen nima ishlar bilan aldirash yuryapsan?" "Voy, odash, turmushning g'imi bilan shu. Sen-chu o'qishing tugab qaytib kelgan o'xshamamsan? Sen-chu nima ishlar bilan bo'lib ketding?" "Ha, o'qishim tugab qaytib keldim. Dadamga yordamlashib shu." "Voy, mondaqda to'y qildingmi?" "Yo'q, texi, tayyorlik qilyapman. Sen-chu?" "Voy, adash, mening texi loyiqim yo'q. Nima xotinkan u?" "Ha, bundan keyin aloqalashib turayli. Telefon nomeringni kirizulay adash. Meningmi ko'p do'stim yo'q. Almon bo'lishib o'tmandiq." "Bo'ladi adash. Ajab yaxshi, shunday qilayli. Meni to'yingga chaqirishni unutib qolma, ha? Bog'aq bermaydigan bo'lsang, qanday qaytaman ekan qani?"
Ha, bo'ldi adash, cho'qim chaqirman. Amsa men mang'ash turay, ya. Men shundoq deb qo'yib ketdim. Xayolimda bir do'stimning ko'payganligidan to'limi suyundim. Nimala bo'lmasin, buningdan keyin mening holimga muhtaç bir otimim bor bo'lgan edi. Biroq men uyga kirib Flora degan gaplarni deydigan bo'lsam, aniqki dadam menga qaqshash bilan birga opammi mening chiroyimga necha kun qarmasligi mumkin. Ammo nimala bo'lmasin deyishim kerak-da. Haq menga tegmay turay desa, men ya zo'rlab olammisan? Shunday qilib, men uyga qarab, minglarcha tashvish bilan ketayotmoqda edi. Yetim muhabbet 3-qism. Men ichimdagi ifodaligisiz bir kayfiyatda uyga kirdim. Dadam kresloda bir kimlar bilan telefonda so'zlashib o'tibdi. Opam bo'lsa, texnicha to'yning tayyorligi bilan. Men gapni nerdan boshlashni bilmay, astag'ini dadamning yoniga kelib o'ltirdim. Dadam mening kirganimni sezmagandek telefonni qo'yib televizorga qarab o'ltiraverdi. Opammi o'zining ishi bilan mashg'ul edi. Men texnicha tilini tishlab o'ltiratdim. Men ularning qaqshidan emas, balki ularning umidsizlanishidan bekrak qo'rqatdim. Oxir og'iz ochdim. Dada, opa, sizlarga deydigan ozroq gapim bor edi. Nima gaping bo'lsa, tilingni tishlamay o'g'il boldek qash-qash demansan. Qulqimiz qas emas, anglayapmiz. Shu emasmi? Suratga tushdinglarmi? O'ylanish xatini ap bo'lgansizlar? Ajab baldurli qaytib kelibsan-ku. Men bugun amaliyotda biz Flora bilan voy, bek ichimni pushirding bag'olsan. Nima ha u? Muhim bo'lsa-da, bo'lmasa chiqib tayyorligingni qil. Shu emasmi, jinim balam? O'g'il boladek bo'lsan qandaqa? Sen kimnimi tatib qolgansan zodi? Men ko'zimni yumib turib, Flora menga o'ytib qo'ygan gaplarni shu peti ularga dedim. Dada, opa, mening hozir to'y qilish o'yim faqat yo'q. Bu ishlar bekli tuyuqsiz bo'lgandan ustiga biz bekli oltirab qoldik. Shunlashqa men Flora bilan bir mezgil muhabbatlashib, ondan bir-birimizni tushungandan keyin bu to'yni qilsak, sizlarcha qanday bo'lar? Tayoq yegin keldi bu sening. O'shqalang ishlamdi ya. Bu sening uxlab tushing. Onda odam gapini ochiq qilib boshda demamsan. Sen meni el-og'inlarimning oldida rasvo qilmoqchimi? Nima qilasan bo'lar seni? Qap. To'xtab tur. Sarang bo'lib qolmagansan sen? Nimani tushunasan, nimani? Nimaga muhabbatlashyapsan, ha? Qalloning dadi bo'lmasini? Men hamma do'stlarimga deb bo'ldim. Beshida sizlar nima desanglar shuningga ma'qul deyman deb ketib atmamding, ha? U oila o'qimishliq odamlar. Bizning deganimiz hisob. Sen to'la ig'iz g'arishlama uqdingmi? Biroq men nima biroq? Nima sen, ha? Muhabbatlashiman, tushunaman deb yurmay avval gapni o'ngshab qilishni o'rgan. Bugun bir kun bekorla g'aylab yurdingmi sen? Ha? Dada, lekin bu ishni, nima bu ishni, nima? Birni qo'yman bekamani. Men dedim-mi, deganim mo'sha hisob. Haq meni bir o'g'lig'imga gap o'tmaydi ekan demanda. Voy, bu men nima ko'rganlik endi? Arzigil o'g'ilni o'ylayman degan bilan haqning qizi takkil unumabdi yey. Voy, bu Arzigilning o'g'li asaldan yorimas yey. Voy, bu Arzuxon yotqanga qarab pusunishni o'rgangulik yey degandek gaplarni anglagandan mening o'lib ketganim yaxshi emasmi? Mening shu o'lib ketgan o'g'lim Zulyar bo'lgan bo'lsa-mu, buncha gaplarga qolmas edi. Voy, men o'lay! Voy, men o'lay! Zo'rning zo'r. Dadam shundoq deb sirtqa chiqib ketdi. Opam menga olib qo'yib, yotoq uyga kirib ketdi. Men gapimning to'liq qismini deb bo'g'ichilar yuz bergan bu ishlardan to'lma beyaram bo'ldim. Meni bir xil achchiq yig'i tutib ketdi. Men astag'ini yotoq uyimga chiqdim. Ham yana xiyol surishga boshladim.
Birdamdala ko'zimga issiq yosh keldi. O'zimga ayni vaqtdagi o'lib ketgan akamning o'rnida o'zimning bo'lib qolishimni orzu qildim. Biroq mening yana nima amalim bo'lsin? Men asta sizib, yerimlashtirib qo'ygan rasmim esimga kelib, davomlashtirib sizdim. Necha soat o'ltirganimni bilmayman. Bir vaqtda men yig'lab turgan bir ko'zni sizibdim. Men endi sirtqa chiqay deb tursam, dadam: "Hey! Hey! Oy! Nega? Tayyorlik qil. Tamoq yegili bormas." Voy dadasi, qudularning oldida sat turmusun yana. Bu chapiningni kiyib oling, ha? Sen bu qarab turmay, tuzuk müzik kiyim kiyib, o'zingni tuzashtir. Ha, qiz baginiga pushayman qilib ketmisun yana. Men hayron qoldim. Tuyuqsiz o'rinlashtirilgan bu kechki tamoqdan nimishqa mening xabarim yo'q. Men nimishqa bilmayman. Flora nimishqa menga oldin xabar qilib etmaydi. Men yana uning oldida satlashilgan bo'ldim. Qalbimdan har xil xayollar kechmoqda edi. Biroq nimli bo'lsin, men oldigan qizning ota-onasi bilan ko'rishganda, dadam opamlar ba'zi qamlashmaydi-da. Biz tanliq bir restoranga keldik. Qudu taraf saqlab o'ltiribdi. Biz udul o'ltirdik. Dal shu vaqtda menga yot bir nomerdan telefon keldi. Men telefonni elish uchun sirtqa chiqib ketdim. Bu vaqtda ular o'zaro tanishib bo'lgan ekan. Udulimda Xijiljon, yuzlari qizarib turadigan, odatdagiga faqatla o'xshamaydigan bir qiz o'ltiradi. Men Floraning ruhi almashib qoldimi yo debmi o'ylab qoldim. U muloyimlik bilan choy qo'yib, adab bilan o'ltiradi. Tuyuqsiz ikkimizning ko'zi uchrashib qoldi. Mening ko'zlarim uning ko'zlariga qadalganda, yuragim qattiq tiz so'qib, ko'zlarim qorong'ulashib, bir xil tuyg'uda bo'lib qoldi. Men bekla hayronlik his qilmoqda edim. Ammo to'y dal vaqtida bo'ldigan bo'lib, yaxshi bir kechki tamoqni yeb uyga qaytib keldim. Eshikdan kiribla dadam menga: "Zulfiqar, sen kallangdagi xayollaringni tozalab, ati o'ylanish qidi ilishqi bor. Qudularning yaxshiligini demayli qo'yay. Qizimo bekli adabli qiz kel. Shundaq bo'lsin, baldur arama." Men yotoq uyimga kirib, xayol surishga boshladim. Balkim men uni rostla yaxshi ko'rib qolgandim. Shundaq yozsam, telefonimga bir uchur keldi. Men uchurni echib bekli hayron qoldim. Uchur yozg'ini Flora edi. Zulfiqar, bugun ota-onangizni badab ortiq gap qilmadim. Biroq siz o'g'il bolami ya? Nimishqa menga va'da bergandek ish qilmaysiz? Ya siz meni zo'lab olmoqchimi ya? Ota-onangizga aniq tushuntiring. Bo'lmasa o'zim tushuntirishga majbur bo'lib qolaman. Men bu xatlarni ko'rib, bayatdan beri surgan xayollarim, o'ylagan his-tuyg'ularimning to'lma bema'nilik ekanligini his qilmoqda edim. Men uning xotirjam bo'lishi, uning roziliqsiz hech ish qilmaydiganligimni yezib qo'yib, xayollar bilan uxlab qopdiman. Qachonlardir uyg'onib, dadam opamning gapi qulqimga kirdi. "Hay, bu bugun xat ilishga o'zim bilib boraymi ya? Bu bola yana ishni buzib o'ltirmusun deyman ha?" Bo'ldi, berib avar bo'lib yurma. Cho'ng bo'lib qoldi, o'zining ishining o'disidan o'zi chiqishni o'rgansin. Qachongacha ishlarni biz qilib beradiq, ha? Men ortiq gap qilmay, Flora bilan ko'rishishga mangdim. U meni saqlab turibdi ekan. "Kechiring Flora, men ota-onamga demadim emas, dedim. Biroq ular mening gapimga faqatla quloq solmadi. Men bugun ularga cho'qim gapni aniq deyman. Xotirjam bo'ling." "Aniq deyman? Xotirjam bo'ling? Tag'i bugun aniq demsiz? Men sizni xeyli isil bola desam, ota-onangizga ikki qiz gapingizni o'tkazamidingizmi? Men siz bilan to'y qilishni qayta o'ylasam bo'lamdi, qandaq? Siz bundaq yursangiz, to'ydan keyin menga ish bor o'xshaydi tag'i." "Bu sizning nima deyiningiz? Biz beshida kelishib, tayyorliklarni bitib qolgan. Bu ishni men qandaqmi ikki qiz gap bilan to'xtatib qo'ya olmayman.
Qandaq to'xtatib qo'ya olmayman dedingizmi? Hey, mening deganim xatoma. Bu turmushni ikki oiladagi cho'nglar tutmaydi, ikkimiz tutamiz. O'tirimizda azroqmi tushuncha yo'q to'y qilsak, bu qandaqmi turmush bo'ladi? Asli mushlarni biz beshidila o'ylashimiz kerak edi. Undaq bo'lsa beshida o'ylashmagan menkanman-da. Sizga men tegay deb turibdi-ekanman-da. Yo'q, men bundaq demoqchi emas, biroq sizmi bizning oiladagilarning hissiyotini o'ylashingiz kerak-da. Men o'ylamdim. Undaqda meni kim o'ylaydi? Men ota-onangizni o'ylab bo'g'icha, ular to'yni qilib-da. Beshida o'zingiz qo'shilgan turib, endi sizga zaten nemish bo'ldi? Beshida to'yni oldiratgan sizlarning oiladagilar tursa, sizning mushundaq deydiganligingizni bilatdim zodi. Undaqda bir xil to'y qilmayli bo'ldi. Hey, Filora, to'xtang. Hey, ketmang. Siz zodi meni nima qildingiz? Berib o'lim. Shu topda menga eng og'ir kelgani ota-onam bilan Filoraning o'tirida qistilib qilish bo'lib qolgan edi. Agar to'y qilgandan keyin davomli mushundaq ish yuz berib tursa, qanday qilishni o'zim bilmaydim. To'y qilmay turibla yuz bergan bu ish emas, balki Filoraning tuyuqsiz o'zgarib qolganimi normal emas edi. Men endi qat'iy niyatga keldim. Ota-onamga cho'qim deyman. Nemish bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim deyishim kerak. Men Filoraning oldida bunda qo'lidan ish kelmas bo'lib qolsam bo'lmaydi. Men mush xiyollar bilan uyga keldim. Dadam burunqidaklar chiroyidan muz yog'dirib televizor ko'rib o'ltiribdi. Apam kechki tomoqqa tayyorlik qilayotgan ekan. Men qat'iylik bilan dadamning oldiga keldim. Dadam yana menga qarab, "Sen non emas, bo'yningni sangiltib kelib, o'yinish xatini olmadim, suratga tushmadim dema. Shundoq deydigan bo'lsang, parchag'ingni chiqaytaman. Gap qilib." Dada, men faqat bu to'yning vaqtini keyniga surmoqchi. Bunda qilganda bekmi cho'ng ish bo'lib ketmaydi. Nima deb o'zim tunmaydigan, tushunmaydigan, hatto aran ikki qitimda ko'rishib boqqan u qiz bilan men bundaqla to'y qilsam, keyin uyimni qandoq uy qilib o'tira olayman? Suvanoni jon. Shunga apam ishqinglarning menga ozroq vaqt berishinglarni bekla umid qilaman. Dada, o'tinib qolay. Men senga maslahat sanmadim. Men mushunda qaror qilib bo'ldim. Nima deysan? Sen menga chekchiyib turib gap qildek zodi kimding? Men bo'lmasam sening buguning nerda turibdi, Xotin al, to'yingni qilib qo'yaylik degan emas, xatoma. O'zing bilan tang-tush bolaga qarab baqa. Bir ishqidan balsi bo'lib bo'ldi. Sen-chu, tanışman, muhabbatlashiman deb o'tmas bo'g'isdek mijozingda unimi ketkizib qo'ysang, eg'zingni ichib o'ltirib qolgan ish chiqmasin yana. Menga nimga vaqiraytding, Voy, shu emasmi? Dadangning degini to'g'ri. Temirni qiziqida so'q deydigan gap emasmi? Sen bu gapingni boshda aniq qilsang bo'lmamdi, Hozir bu to'yning bo'ladiganligini xalq olam bilib bo'lgan tursa, qilmayman desanglar qilmasa qandoq bo'ladi? Ya'ni kelib biz qudularga nima deb javob beramiz, O'zingni o'ylamay bizni o'ylab qo'ysang bo'lmamdi deyman. Men nima ish qilmasandek bir yarmasni beqib cho'nqiga bog'aydim. Sen nima shaxsiyatchi bo'lib ketding, Sizlar nima desanglar mayli, ya'ni kelib bu mening tanlashim, mening xohishim emas. Filoraning qildigan ozroq ishlari bor ekan, shularni tamomlab bo'lgandan keyin ondan qilaylik deydi. Haq bundaq deb tursa, menda nima amal bor? Men sizlarning ko'nglinglarni deb hech narsa demay bu to'yga qo'shilgandiman. Voy, mani qara, seni biz o'g'il bola deb boqqan. Haq to'xtab turing desa, ma'qul deb turding degina. Texi, yana sizlar deb ma'qul dedim deysin, Xotinni apang ishkimiz olmaymiz, sen olasan menda. O'tsang o'zingga, sana deb qo'yay. Bu to'yni yondirdigan bo'lsang, yoki vaqt so'zasang, men buningdan keyin sening har qanday ishlaringga aralashmayman. Qallangda aniq bo'lib qolsin. Voy, men o'lay. Voy, masachilikni endi qanday qilaman? Voy, bola baxtimda bola beqibdim emasmi? Voy, men qanday qilaman? Voy, sen o'chira zuvaningni. Ajab beshimni og'irtishdim. Apam shundoq yig'ilg'inchi qoldi. Dadam bo'lsa yotoq uyga kirib ketgan edi. Men ba'zida shundoq o'ylab qolaman. Oddiy dehqon oilasida tug'ilib cho'ng bo'lgan bo'lsam-chi kashki. Dadam apam uyda orom olsa, men oz bo'lsam ishlab pul tepib kelsam.
Apam terlerimni sürtüp, japa çektim oğlum deb peshonlarimga suyib ketsa. Ondan oddiy bir qash tomoqni bir oila kishilari xushal o'ltirib yeb, dadam bilan bir qo'l shaxmat o'ynasam. Nima degan baxtli kunlarda yashagan bo'lardim, ha? Biroq mening hozirgidek bundoq turmushimda yurak siqilishdan boshqa yana nima bor deysiz? Yetim muhabbet 4. kısım. İnsanın hayatı to'qqizi tal bo'lmay oxirlashsa kerak. Nurg'un ishlar balkim tug'ilishimizdanla peshonamizga bitilib ketgandir. Balkim bizning eng yaxshi tanlashimiz hamma ishni o'zining mayliga qo'yish bo'lsa kerak. Yürek mevcut ağırğanıda. Nim qılaranızını bilemeyinizdə, doğru xatani ayıranmağınızda məlum birinin yeninizdə buluşini. Sizin bağrığa çiğin besip durup, hiç qısı yok, ötüp gididu deyişini. Sizge azraq müddet berişini bekle arzulap qaldı ikensiz. Biroq, etrafınızga şundaq qarğınınızda, gördüğünüz bir top siz tunuyduğun, natunuş kişiler buldu iken. Hamma odam o'z ishi bilan aldirash. Hamma odam o'zining dardi bilan. Bir odamning hali nima deyishmi qimmatli hisoblanadigan bu dunyoda eng muhim bo'lgani o'zingizni o'zingiz rag'batlantirib, o'zingizni o'zingizning suyishiga. Men yotoq uyimga kirdim. Ammo qallam qop-qo'rq. Men o'zimning nimani xato qilganim yoki qilgan qaysi yomon ishim uchun buncha jazolanganimni va yoki o'zimning qaysi jihatda ketkizib qo'yganimni bilmaydim. Shunda qilib, atsi men Flora bilan ko'rishib, uning qilib barliq ishlarini o'zimdan qilishib berganimni, bu to'yni vaqtida o'tkazishni deb biqishni. Agar o'yinga qo'shilmasa, ota-onasi orqali ota-onamga o'zlarining tushuntirishini deyishni o'ylab, uxlash uchun yotdim. Chunki uxlash u bir ishlarni hal qila olmasa-mu, biroq hamma ishni unutildirib olaydi. Men uyquning to'liq sehrli ekanligiga qoyil edim. Dunyo ishlarini unutib, bir uxlab uyg'onsamla hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadigandek his qilardim. Qachonlarda uyg'onganimni bilmayman. Uyg'onib qarasam, uyning ichi liqqida bizning urug' tuqqanlar bilan to'shibdi. Bu tuqqanlarimizning ko'plarini men bekmi tunib ketmayman. Biroq biz kichkinimizda birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Doim bizning uyga kelsalar, ketgili olmaydigan. Akam ikkimizmi singlimiz bo'lmag'achqa o'z singlimizdek ko'rdigan. Dadam opammi qavatli amroq. Opamning singlisining bir qizi bor edi. Uning ismi Nazokat. U qiz menga qarab kulib turardi. Bu qizmi mana necha yilda cho'p-cho'ngli bo'lib ketibdi. Cho'ng bo'lgancha rang tuzab chiroyli bo'lib ketibdi. Biroq kichik vaqtidagi gapdan omoqligini tashlamabdi. Voy aka, endi turdingmi? Kichik vaqtimizda da sana tegaman deb yursam, mendan yoshirin xotin olay debsan-da. Sen nimandaq cho'ng bo'lib ketding? Yana shundoq omoq turibsan. Cho'ng bo'ldik, bundoq gaplarni dema, set turdi. Hey aka, bo'lmasa yengam bilan ko'rishishga menimi billa ep bor-a? Opamma ma'qul bo'ldi. Men sana ish tepib bermayman. Rost va'da beray, gapingni anglayman. Nazokatning bu gapi bilan men texmi o'ng'aysiz ahvolga tushib qolgan edim. Chunki bugun Flora bilan ko'rishganda balkim uning bilan qattiq urushib ketishimiz, balkim hamma ishlar yo'q bo'lib ketish ehtimolligi cho'ng edi. Shunga men avval Floraga telefon urib, ko'rishni aytmoqchi bo'lib, uningga telefon urdim. Vay. Qanaqa ahvolingiz Flora? Yaxshi turdingizmi? Bugun ikkimiz ko'rishib, maslahatlashadigan ozroq ish bor edi. Shunga men siz tilingizni tishlab uyingizdagilarga demedingiz, ha? Bo'ladi, ko'najayda sizni saqlayman. Uning bu alpozida aniqla bir muncha jidal teradiganligi aniq edi.
Şuna əmdi nazakətni qandaq qilish kerak. Şunun bilan men astada tikib etish uchun ishik oldiga chiqsam, nazokat meni saqlab turibdi. Əmdi qandaq qilish kerak. Nazokat bu mijozida Floraning chichini yulib qo'lga tutqizib qo'yishdan yonmaydi. Flora mu o mijozida nazokatni saq qo'ymaydi. Hayot. Shundoq tursak, yandagi uydan dadam chiqdi. Bugun berib, ishni tunugun men degan bo'yicha hal qilib kel. Nazokat qizim, sen bilan birga boradi. Gapimni tushungansan? Agar bugun yana ishdan chidoq chiqirdigan bo'lsang, ma bachig'ingni chiqib, ishlamas qilib qo'yman. Bildingmi? Mana. Men ortiq gap qilishga jur'at qilolmadim. Shunday qilib, nazokat ikkimiz birlikda Flora tarafga qarab oldik. Biz kelsak, Flora bizdan burun kelib bo'lgan ekan. Men ularni tunishtirib bo'lib, Floraga eg'iz ochmoqchi bo'ldim. Flora, men siz degan gaplarni uydagilarga dedim, biroq ular qat'iylik qo'shilmadi. Sizlarning oiladagilarga qanday tushuntirishni bilmay, shunday qarshi turibdi. Shunga siz uyingizdagilarga tushuntirib bo'lgandan cho'nglar qayta deysa qanday deysiz? Aka, nimani deysan? Qanday tushuntirishni deysan? Birash yuz bermagandi? Yaqay, nima yuz bermoqchi edi? Men sizga degan u ishlarmi ancha muhim ishlar emas. Mening tushuntirib olishimning sababi bor edi. Ikkimiz bekrak tushunishgandan keyin andin to'y qilsak yaxshi bo'larmi deb o'ylagan edim. Biroq ikkimizmi xeyli yaxshi chiqishib qoldik. Mijozimizmi bekla mos keladi. Hem çoğunlama bizning to'yimiz uchun bekla xushalgan. Shu to'yimiz dal vaqtida o'tkazilsin. Sizmi to'g'ri tushuning bulandu. Mendan ranjimaydigan siz sulpiqar. Men Floradagi bu o'zgarishga qarab bekla hayron qoldim. Hayron qolganimda nima deyishimni bilmagan edim. Bu nemishqa burunla mushundoq demaydi. Nemishqa boshdalar mushundoq o'ylamaydi. Asli beshida men mushundoq degan bo'lsa, balkim bek ko'p dil azorlarimi yo'q bo'la bo'g'aydi. Lekin hali hamma men Floradan to'liq suyundim. Singlim bilan ikkisimi uzun yillik do'stlardek yaqin bo'lib ketdi. Biz nazokatning yo'l ko'rsatishi bilan o'yinish xitini uydagilarga oldiq deb qo'yib, necha kundan keyin olmoqchi bo'lib, bugun Ravrus bir o'ynaydigan bo'ldik. Bir kun kechgacha bozor aylanib, endi bo'lganda nazokatning yalvurib turilishi bilan yaqin atrofdagi bir muzikalik klubda birdam o'ynab qaytadigan bo'lib, boshlanishiga ozroq vaqt borligini bilib, yana birdam bozor aylandik. Nazokat menga xeyli ko'p narsalarni sovg'a qildi. Menga emas, Floraga sovg'atlarni berdi. Bu qizni boshqalarga sovg'a berishga qavatli amroq desa. Shundoq bugun bir kun bekla hayajonli ichida o'tdi. Xushallik ishlarning hammasi yuz berdi. Dal shu vaqtda nazokatga bir nomerdan telefon keldi. Nazokatning chiroyida jiddiy tus aks etib turardi. Flora ikkimizmi birdam sukut qilib turdik. Nazokat telefonda bizdan xeyli yiroqqa berib paranglashdi. Uning qo'llarining harakatidan biriga bir ishlarni tushuntirayotganligi aniqli chiqib turardi. U telefonni qo'yib etib, xuddi bir shumliqdan xabar ep kelgandek chiroyi tutuq holda yonimizga keldi. Flora bunday ishlarga xeyli usta. Uning ko'nglini baslayotdi. Biroq u menga ansiz, xijilchilik bilan qarab qo'yib, kayfiyatini o'zi tanchashga tirishdi. Menmi bu xil qarashda bir xil bo'lib qolgan edim. Xuddi uningga kelgan bu telefon menga munosabatlikdek. Bir xil tuyg'u qalbimda hukm surmoqda edi. Biz shunday qilib bu klubga kirdik. Bu joy menga nisbatan bekli tunish. Ko'nglim yerim bo'lganida men o'zim yolg'iz bu yerga kirib, birdan varanchurumdan o'zimga tasalli tepib chiqib ketdim. Biz sahnaga yaqinroq joydan o'rin olib o'ltirdik. Osmondagi shu yulduzlari sevgimizga bo'p qolsin guvoh. Billa bo'lib ayning qo'ynida
naqshi aytayotgan qizning naqshisining tekstili emas, ovozila yurakka naqli tegadi. To'g'ri. Ba'zida bir naqshining teksti emas, naqshi aytgan shu odamning ovozimi odamni munga cho'ktirib xayolga boshlaydi. Ya'ni kelib, men bu qizning naqshlarini to'liq yaxshi ko'raman. Biroq nazokatning ko'ngli faqatla joyida emas. Bu xil kayfiyati chiroyiga chiqib qolgan edi. Keyin Flora bilan bir qo'l tansi o'ynab o'ltirsak, to'satdilla u menga Zulfiqar tez bo'ling, bu yerdan chiqib ketaylik. Bo'ldi, tez bo'ling, mening jiddiy ishim chiqib qoldi. Apam telefon uribdi, hazırlamamsak bo'lmaydi, tez. Buncha jiddiylashkilik nima ish bo'ldi zodi? Nazokatning uzunroq o'ltirg'is bo'lgan to'q. Asli biz yana ozroq o'ltirsak bo'ladi. Ay, keyin vaqt degan ko'p, darhol mangayli. Biz chiqib ketish uchun eshikning oldiga kelsak, eshik oldida bir yigit bekorliq bergandek bo'yniga liqli zanjir esib olgan. Xuddi hozirla biz uchimizni tanglib qo'shib yevtidigandek qarab turadi. Men darhol uningga: "Og'ina, biz chiqmoqchi edik. Yo'l beramsan ya?" "O'y, yo'l beray. Yo'l bermamdigan. Dangliq Floraxonning oldini to'sishga mening haddimmi, ha?" O yigit shundoq deginicha menga ham Floraga ma'nilik qarab qo'yib yo'l bo'shatdi. Qarasam, Floraning chiroyi tatirib ketibdi. Men darhol uningga: "Hay, Flora, mijozingiz yo'qmi? Sizning chiroyingiz..." "Yo'q, atdigandan beri charchab qolgan o'xshayman. Men qaytib beray. Sizlarmi baldirroq qaytinglar. Atiyani qiladigan nurg'unlagan ishlar bor emasmi?" Biz shundoq qilib xo'shlashib uyga keldik. Yo'l bo'yi nazokat menga bir yig'izma gap qilmadi. Eshikdan kirsak, dadam opam beshini sangiltib o'tiribdi. Kichik opam bo'lsa, ha deb so'zlab etibdi. Mening bu kichik opam esil sifat, mijozi yaxshi, biroq boshqalarga yo'l qo'ymaydigan bir ayol edi. "Voy Arzuxon, bu nima qilganlari, ha? Men mau oltindek sap, qunduzdek atvarli qizimni sizlarning mau ballarga berman deb kelgan elchilarni yondirib kelgan tursam. Endi bo'lganda savizdan xabar yo'q, ko'rishdan yapti degandek bu ballarga xutunab berman deb bağa qabatganlari nimasi, ha? Sizning qizlarni mening o'g'limga ep berdiganga biz tilxat yezishmagan bo'g'aydik. Sizlar qizlarni agi berman demay, oldi bilan o'zlariga bir er topsizlar. Qizni xotunda bu. Voy, shu emasmi dadisi? Tuqqanlar to'y qilsa qandoq bo'ladi? Sizlarning qizlari qunduzdek atvarliq bo'lsa, meningmi ma o'g'lim kahrvoda qimmatlik. Bag'iq bermayli desak, saturmusun dedik. Shu amal yo'q bergan yerimiz. Sizlarning qizlarig'imi loyiqida bir er tepilib qoldi. Opa, saram bo'ldingmi? Men degan endi cho'ng bo'ldim. Bundoq gaplarni desam qandoq bo'ladi, opa? Zulfiqar degan mening akam. Shunga bundoq qalaymiqan so'zlab yurma ma'qulmi? Men seni kama degandim-ku. Voy jon. Voy yurgan. Opa, bu nima bo'ldi? Ko'zlar kichik opa. Kichik opa. Voy jon, bu nima bo'ldi endi? Shu emasmi? Nim bo'ldi, ha? Yetib qoldi-ku bu xotin, ha deb. Darhol doktorxonaga boraylik, telefon qil. Ammam shundoq yurgin tutquncha yetib qoldi. Biz uni darhol doktorxonaga olib keldik. Opamning faqat mushu birla singlisi bo'lsa-mu, ammo uning bilan bek izlashib ketmaydi. Nazokat yig'lab turib, opam dadamning oldiga keldi-da: "Opam jiddiy xarakterlik qondiralkining oxirgi bosqichiga. O ilgari mana shundoq tuyuqsiz o'shidan ketadi. Opamning birdan bir orzusi mening baxtli bo'lishimni ko'rish. Parantala opam qizimni Zulfiqarga berman deb kelgan. Shunlashqa opam oxirgi necha kunida xushal yashab, xotirjam ketgan bo'lsa, Zulfiqar akamning to'yini mumkin bo'lib qolsa, yana bir oy keyniga surgan bo'lsanglar, bo'lmasa opam endi bardoshlik berolmaydi. Sizlardan o'tinib qolay." Biz dadam opamlar bilan nazokatga tasalli berib qo'yib,
dadam bu ishni o'ylashganligini, shunga nazokatning ortiq ham emasligini aytib qo'yib uyga qaytib keldik. Biroq mening nazokatga ichim og'rirsimi? Ammamning orzusini amalga oshirishni o'ylasammi? Bu degan mening umrlik ishimga taqishadigan muhim ish tursa. Yana kelib Flora bu to'yni to'xtatib turishni qayta deganda, opam yana kelib Flora bu to'yni to'xtatib turishni qayta deganida, dadam opam yuz obro'yini deb o'tirliqda tatmagan jafoyim qanmagan. Emdilikda Floraga saqlab turing deb men qandoqmi deyalaman? Bu ishqa dadam opam nim deb javob berdi deydi. Bu aniq emas tursa. Balkim taqdir kishini mana mushundaq sinisi kerak. Balkim hayot mushundaq bo'ladigandir. Nazokat haqiqatan yaxshi qiz. Apsi o'lib ketib qolsa, uni o'zim boqaman. Biroq men uni o'zimning bir qusuq singlimdek ko'raman. Uning buningdan keyingi ishlarga o'zim ega bo'laman. Ammo o'lim oldidagi bir kishining, yana kelib opamning dunyolikdagi bir dona qarindishining orzusini yolg'ondan bo'lsa-mu amalga oshirishni o'ylasam, qanday qilishim kerakligini o'zim bilmaydim. Hozir eng muhim bo'lgani bu ishqa dadam opam qanday qaraydi? Yetim muhabbat 5-qism. Hayotda hech bir kishi yuz bermoqchi bo'lgan ishlarni bilmaydi. Qaysi ishning yaxshi, qaysisining yomon, qaysisining qisi bo'ladi yoki qaysisini boshqa qilish kerak deganlarni bilmaydi. Hatto nurg'un kishilar o'zining hayoti ustida o'zining qaror chiqarish huquqini bo'lmaydi. Kelish bilan ketishni, bor bilan yo'qni, hayot yashash bilan o'limni, do'st bilan dushmanning ustidami o'ylanish mumkin bo'lmaydigan hayotda chiqargan kichikkina qaroring balkim nurg'unlagan yaqinlaringning dil azori bo'lib qolishi, nurg'un kishilar tarafidan xato tushunilishi, hatto eng yaqin bilgan kishilaringdan mangulik ayrilib qolishing mumkin. Ba'zida men o'zimni to'limi bechoradek his qilaman. Oilamdan topolmagan, erishamagan shu mehrni sirtdan izdigim keladi. Biroq men cho'qim akam, ota-onamga qilib beramagan nurg'un ishlarni qilib berishim kerak. Cho'qim o'zimning balliq majburiyatimni ado qilishim kerak. Shundoq nurg'un vaqtlarda men yolg'izlik his qilaman. Meningmi ma'lum birining muhabbatiga erishkim keladi. Kimdir birining meni tushunishini xohlaqmi qolaman. Ammo nima amal? Yashash kerak albatta. Har bir ishlar yaxshi bo'lib ketguncha cho'qim tirishish kerak. Og'irnishni hojat, ranjishni hojat. Dadam opamlar bilan biz uyga kelib, men o'ylab yetgan. Biroq faqat xohlagan qarorni berdi. Sen Atila Flora qizim bilan ko'rishib, uningga bo'lgan ahvollarni tushuntirib, to'yni keyniga surishni aytgan. Qarab turib, ammoning ko'zining ochiq ketishiga sababchi bo'lsak bo'lmaydi. Shu emasmi jinim bolam? Dunyoliqimda faqat mushu birlik yerindishim bor. Yolg'ondan bo'lsa-mu uning arzuyini amalga oshiraylik. Flora qizimni to'yni keyniga surib turaylik debdikan-ku. Umi ortiq bir narsa deb ketmas. Biroq dada, opa, bugun biz Flora men sana tilingni tishlamay gap bo'lsa gach deb ne chiqdim deyman. Biroq deb gap yo'q. Men degandek qil, bildingmi? Sana yalvuray jinim balam, sendan o'tinib qolay. Her qancha bo'lsa-mu, vijdoningni ishtib ketgan bo'lsa-mu, men uchun mush bir qatim mushundaq qil, ma'qulmi? O'tinib qolay. Men ortiq gap qilmadim. Yana nima deyalaydim? Bunda vaqtda qanday qilalayman?
Endi men darhol Filoraga uchur yozdim. Biroq u bekla aldirash bo'lsa kerak. Menga javob qaytarmadi. Shuning bilan men yotoq uyimga kirib, sizib yerim qilib qo'ygan rasmimni davomlashtirdim. Faqat mushunday qilish orqali diqqatimni boshqa yoqqa burmoqchi edim. Bir vaqtda azroqli sizib qo'yib, men uxlab qoldim. Ertasi boshqalar turib bo'g'icha o'rnimdan turib uydan chiqib ketdim. Men birdam sap havoda kallamni sagitgach, Filoraga qandoq deyishni o'ylashmoqchi bo'ldim. Yo'lda ketib o'tib, Filoraning o'zim tarafga kelayotganligini ko'rdim. Ham bekla hayron qoldim. Filora, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Buncha saharda siz bu yerda qandoqsiga? Qanday ahvolingiz? Ha, men sizga deydigan bek muhim bir gap botdi. Shunga men kechiring, men aldirayman. Keyin deyishayli-ya. Hay, ketmang. To'xtab turing. To'xtang. U shundoq degunicha ketib qoldi. Men bekla hayron qoldim. Bu qizning ruhi alınışıp qalmagandi ha? Ba'zida bekli muloyim, bekli qo'rqinchoq. Ham chiroydan mehribonligi chiqib turdi. Yana ba'zida bo'lsa, qoplonning yurgini yavagandek bekli qo'pol. Ba'zida varqirab chaqirib odamning yurgini oladi. Shuning bilan men Filoraga telefon qildim. Vay, Filora, qanaqa ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Biz bir ko'rishsak bo'pti ekan. Men uyingizning yendiki qahvaxonasini saqlayapman. Degandan nimaga kelib oldingiz endi? Men taxi o'rnimda turmagan. Shunlashqa siz uzunroq saqlab qolasiz maylimi? Siz texicha o'rningizdan turmadingizmi? Sirtlag'imi bir aqitimi chiqib boqmadingizmi? Yo'q. Ha, chiqib kirib yana uxlab qoldim. Men cheniqman bilasiz-ku. Saqlab turing, hozirla chiqaman. U shundaqda telefonni qo'yibdi. Men uning nimishqa menga qarab turib, yolg'on so'zlaydiganligining sababini bilmadim. Balkim uning o'z oldiga tiliq sinchiligi bor deb o'yladim ichimda. Endi uni saqlab o'ltirmoqdan boshqa amal yo'q. Biroq uning bu gapimni anglab xushal bo'lishini yoki yana qalqishini bilmaydim. Ammo nimali bo'lmasin, men uningga bu ishni aniq qilib yetishim kerak edi. Yana kelib, u nazokatga bekla amroq bo'lib qolgan bo'lgandikan, bekmi xafa bo'lib ketmas. Yoki biroqla xushal bo'lib ketamdi o'tixi. Mush fursatda bir-birimizni texiymi tushunishib qolmamdik. Men shu xayollar bilan o'ltirsam, Filora boyamqi kiyimlarini uyda kiydigan kiyimlarga almashtiribla chiqib ketdi. Hay, Filora, mana men bu yerda. Hay, mana men bu yoqda. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Bugun deganda uyimning oldiga kelishingizga qaraganda bugunla to'y xatini elinglar degan o'xshamamdi. Men dadamdan bir muncha gap angladim. Bugun chuqum elib yetaylik-a? Yo'q, Filora, men amaliyotda sizga bir oy to'yni to'xtatib turishni maslahat sog'il kelgandim. Siz nima? Siz qizib qolmagansiz? Yoki sizning uyingizdagilar sarang emas-ku? Kallingizning da'di bormi sizning? Men bir obdan bir-birimizni tushunishib, uningdan keyin to'y qilaylik desam, ota-onangiz xuddi men qechib ketadigandak yoki men boshqa birini tepib oldigandek qilib ketdi. Endi bizning uydagilar oldirtayotganda, men shuncha muhim ishlarimni orqaga surib bo'g'nimda, bu qilganinglar faqatli qamlashmidi-ku deyman. Filora, bu bizning xohishimiz emas. Amaliyotda opamning faqat bir singlisi bor Filora. Uning eng oxirgi orzusini yolg'ondan bo'lsa-mu amalga oshirgan bo'lib deyishgan edi. Shunga biz o hammangizning dunyolikdagi birdan-bir orzuyi ikkimizning to'y qilmasligimi ekan? Bizning to'yimiz bilan hammangizning nima munosabati? Yo'q, u aslida bo'ldi. Agar bu to'yni qilaman desangiz, bugun tushdan keyin xatlashga boramiz. Bo'lmasa, bundoq to'yni qilmaylik bo'ldi.
u shundoq deb qo'yib chiqib ketdi. Men o'ltirgan o'rnimda xeyli uzun o'ltirib qoldim. Men endi nima qilishimni rostila bilmadim. Filora birdamdila nimishqa buncha o'zgarib ketgandi. Hozir menga birdan bir yo'l ko'rsatib tasalli beraydigini faqat nazokat edi. Endi men uyga bormasdan nazokatning yiniga mangdim. Doktorxonaning oldiga kelib telefon ursam, u pastga tushibdi. Nazokat, singlim, men endi qanday qilishim kerak? Filorani ota-onasi bek aldiratqachqa u faqatlik qo'shilmadi. Shuningga men endi bu ishlarga qanday qilishni bilmadim. Uyga borsam, dadam opamla menga toza qaqshaydi. Shuningga sizning yiningizga kelishim. Sizningcha men zada qanday qilsam to'g'ri bo'ladi? Bu to'yni ota-onam menga qil deb turib olgan. Agar bu to'yni bo'ldi qilsam sizningcha qanday bo'lar? Yo'q aka, bundaqla sening baxting bilan o'ynashsa qanday bo'ladi? Apamni menga topshiringlar. Tunigun men ko'p o'ylamayla. Ham bek qo'rqib ketgashga, tag'am hammamlarga shundoq degan edim. Biroq ishlarning bundaq bo'lib sening o'tirliqda qiynalib qolishingni o'ylamabdiman. Shunlashqa bo'ldi aka. To'y dal vaqtida o'tkazilsin. Baribir apam endi karvatdan tushmaydi. Nazokat, mendan ranjimamsan? Mendan og'rinmamsan? Sen rostilla hech yo'q deb qaramsan. Meni kechirsanglar. Men sana yaxshi aka bo'lamadim. Men rostilla yarmaskanman. Yo'q, hech qisi yo'q aka. Sen hech nimani xato qilmagan tursan. Qilayotgan ishlaringning hammasi bizning xushalligimiz uchun. Nima qilgan bo'lsang biz uchun qilding. Bo'ldi, ko'p o'ylamay, uylanish xatini eliva. Aka, lekin kichikina bir talabim bor. Apam tuyuqsiz ketib qolsa, meni yanada ep qol. Meni boradigan yerim yo'q. Ma'qulmi aka? Albatta bo'ladi, albatta bo'ladi. Men cho'qim shunday qilman jinim singlim. Men ma'qul bo'ldim. Ham Filoraga telefon urib, xabarlantirib qo'yib, o'ylanish xati og'ilmadim. Biroq xiyol kaptarlarim allaqachon yiroqlarga uchib ketgan edi. Men baxt dengiz sohilda yolg'iz ketib etib, har qitim uchratganim dard va alam bo'ldi. Har qitimda dard men topgan. Temir qo'llar bilan dilimdan siqqan. Hatta meni o'ltirib qo'yadigan shu asnoda men baxtning zodi nima ekanligini, zodi qandoq joyga yushirganligini bilmay tingirqagan edim. Bir chetga chiqib qarab turganlar, hatto javob chaqanlar. Yana texi masmiyandek kulganlar bo'ldi. Hayotimda bir rasmni qo'limdan tortib, menga tasalli beray demidi. Kimlardandir anglag'anim esimda yo'q. Biri shundoq degan edi. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Shundoq. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Biroq o'tgan har bir kunlarning iz tamg'usi yurakda qolib qoladi. Filora bilan to'y qilsamla hamma ishlarni yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Shunlashqa uni qadrligim bor. To'g'ri, faqat qadrlagandala ondan qadrlanishga erishgili bo'ladi emasmi? Shu xayollar bilan o'ltirsam, bir yoqlardan Filora keldi. Biz rasmiyatlarni o'tab, o'yinish xatini muvaffaqiyatli ilib bo'ldik. Endi faqat to'yliq suratga tushishli qolgan edi. Ikkimiz to'yliq suratga tushib bo'lgan bo'ldik. Bugun bir kun ikkimiz qilishga tegishli muhim ishlarni tugatib, tamoq yeb o'ltirib, kichik vaqtimda men yaxshi ko'rishgan shu qizning yozgan xatidagi mundaq bir va'dam esimga kelib qoldi. Ikkimiz to'y qilganda menga mening esimdan chiqmaydigan bir sovg'at bering. Men tuyuqsiz bergan sovg'atlarni bekli yaxshi ko'raman. Cho'qim shundoq qilaman. Men va'da beray. Men endi bu va'damni Filoraga o'rindab bermoqchi bo'ldim. Men onunğa Filora, endi ikkimiz mangulik yargilaklardan bo'lamiz. Issiq sovuq kunlarni boshdan tan kechiramiz. Men sizni qadrlayman, asrayman, ham qo'dayman. Siz meni ham ota-onamni hurmat qilib, men bilan oxirgacha bilinmangsiz. Bundan burun sizni bekli ko'p ranjitdim. Meni kechiring.
hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Bu men kichkimdan hozirgacha yenimdan ayirib boqmay silib kelgan o'zik. To'yliq o'zik boshqa, biroq buni mening ko'ngil so'g'am deb biling. Ilanga. Voy, nimandaq odamni ta'sirlantirasiz. Yig'lab etdim Jumo. Rahmat sizga. Biz shundoq deb xo'shlashdik. Men uyga qaytib ketyapman. Biroq apam dadamning bugun qilgan bu ishimga nima deydiganligini bilmayman. Ammo nima bo'lmasin, hayotimda bir qatim o'zim qaror chiqardim. Shunlashqa nima ish bo'lmasin, men chidishim kerak. Men uyga keldim. Uyning ichini surlik bir xil jimjitlik qoplagan edi. Men kirishimga dadam menga qarab, "Nimandaq kech kelasan? Ishlar qanday bo'ldi?" Biz Flora bilan o'yinish xitini ep bo'ldik. Ham suratga tushib bo'ldik. Flora qat'iylab qo'shilmadi dada. Shunga men dadam apam xuddi menga men cho'ng bir ishni xato qilgandek menga tikilib qarab turardi. Yetim muhabbet namlıq, köp qismliq avazlıq əsərimizning 5-ci qismini anlatdıq.